Sağlayıcı hükümetli fuqarolar, ben İsmail Oğlan'ın genel kavramay başqaruvchi o'rinbosari var. Şöyle, sizlerden bugünkü uchrashuvimiz har oyda 3 marta uchrashuv belgilangan. Shuni navbatdagisi bugun qo'yilgan ekan. Shu munosabat bilan sizlarga uchrashib turibmiz. Endi bu uchrashuvdan maqsad sizlar bugungi kunda Prezidentimiz tomonidan, davlatimiz siyosati tomonidan aholi va tadbirkorlarga yaratilib bergan sharoitlar, qulayliklar, imtiyozlar, yangiliklar to'g'risida ma'lumot berish hamda sizlarga muammo takliflar bo'lsa, ularni eshitib hal qilish yuzasidan tashkillashtirilgan. Hozir sizlarga boshlarish bugungi kunda yaratilib bergan shart-sharoitlar masalan tushuntirib o'tsam, keyin kimdan ichki savol taklif bo'lsa eshitaveramiz. Bugungi kunda Agrobank filialımıza 10 mahalla biriktirib berilgan. Bu chiqish hududi, Gulanbog' hududi, bu 10 mahallada 10 mahalla agenti var. Bu agentlarimiz qiladigan ishi shu aholi bilan birma-bir uchrashib, ular xonadonlarga kirib, ularning tadbirkorchilikka bo'lgan istaklarini amalga oshirish uchun takliflar beradi, hujjatlarni jamlab beradi, ishsizlarga ish topishda yordam beradi, tadbirkorlik qilish uchun kredit alışında amaliy yordam beradi. Asosiy vazifasi shu. Bu agentlarimizning shu masalan bir fuqaroni o'rgani va yana tadbirkorchilik qilaman degan bir istaklar bo'lsa, taklifi bo'lsa, shuni bizga yetiradi. Uni biz fuqaro bilan birga ishlab amaliy yordam ko'rsatamiz. Bugungi kunda Agrobank tomonidan mahallada 3 xil kredit turimiz hozir joriy qilingan. Mahalla boy tizimi bo'yicha birinchisi bu biznesga birinchi qadam krediti bu 17 milyon so'mgacha 4 yillik muddatda 6 ay imtiyozli davrda 25%dan erkeklara, ayollara 23%dan kafillik asosida 3 shaxs kafillik asosida ajratiladi. Bu doğrudan doğru fuqaro plastik kartochkasini o'tkazib beriladi. Ya'ni naqd shakli hisobida o'tkazib beriladi. Fuqaro keyin ushbu kreditini asosan mal bakışı mümkün, uyda mesela tikuvchilik qilishi mumkin, pishiriqchilik qilishi mumkin, shu xonadonda qo'shimcha daromad keltiradigan bir faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin. Endi uni bir asosiy sharti fuqaro kamida 2 oy rasmiy daromadga ega bo'lmagan ishsiz fuqaro bo'lishi kerak. Keyingi kreditimiz bu mahalla loyihasi bu 50 milyon so'mgacha ajratiladi. Xuddi shuningdek bularning foizi erkaklarga 25%, ayollarga 23%dan. Fakat muddeti 5 yıl, imtiyozli davri 2 yıl. 2 yıl davomida fakat foiz to'lab turish mumkin. Bu ham shu ishsiz fuqarolarga beriladi. Fuqaro o'zini soliq organlaridan band qilgan bo'lishi kerak. Uchinchi shaxs kafillik asosida ajratiladi. Bu kreditimiz ham to'g'ri plastik kartochkaga o'tkazib beriladi. Keyin yuridik shaxslar ham kreditlarimiz bor. Bu yuridik shaxslarga PK 312 sonli qaror asosan Prezidentimiz tomonidan chiqarilgan qaror 100 milyon so'mgacha garovsiz, 100 milyondan oshgan qismini 300 milyon so'mgacha garov ta'minoti bilan ajratiladi. Bu kreditimiz korxona tashkiloti kamida 1 yil davomida faoliyat ko'rsatgan korxona tashkilotlarga ajratiladi. Foizi buni 19%dan, bizning tumanimiz 5-toifaga kiradi, og'ir iqtisodiy og'ir rayonlari 19%dan. Agar ushbu korxona tashkilotining rahbari xotin-qiz bo'lsa, 17%dan ajratiladi. Bu muddati 5 yil, hozirgi vaqtda imtiyozli davri 2 yil. Bu fakat pul o'tkazish yo'li bilan nerdan qaysi ta'minotchidan, magazindan, uskuna chiqaruvchidan navn olajak bo'lsangiz, shu yerga pul o'tkazish yo'li bilan o'tkazib beriladi. 100 milyon so'mgacha 3-shaxs kafilligi asosida ajratiladi. 100 million oshsa zalog so'raladi. Bu kreditlarimiz asosan ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, umumiy ovqatlanish, savdo faoliyatlaridan ajratiladi. Fakat savdo faoliyatining muddati qisqa, 1,5 yil. Sababi mesela savdo bilan shug'ullanganlar bir narsani aytib sotishini 5 yil, 7 yil va 2 yil ketmaydi. Aytganlarda 3 kun, 5 kun, 1 oydan keyin sotadi. Shu maqsaddan kelib chiqib muddati qisqa qo'yilgan. Bundan tashqari bankimiz tomonidan ishsizlar ham, ishchilar ham ipoteka kreditlari, birlamchi, ikkilamchi, uy-joy ta'miri, undan keyin ta'lim kreditlari, avtokredit, mikrokredit, bugungi kunda hozir quyosh panel, yeşil energiya, chekana kreditlarimiz bor, undan keyin avans plus kelib budjetda ish yilini xodimlari ayrimlar plastik kartochkasini tashlab berib turadi, oylik tushganda to'lab qo'yadi. Avans plus degan kreditlarimiz bir qator kreditlar ajratilib keladi. Endi o'tgan yil Prezidentimiz tomonidan
selektor oldu. Şu selektordan bir kadar tapşırıklar, yenilikler aytıldı. Şu tapşırıklar boyunca prezidentimiz tapşırık boyunca her bir banka özü şu esasında bir kreditler yöngi yönelişte işlep çıkılады. Bana kulak alsa tez günlerde boluşundan keyinki uçrashuvlarimizda bularni yana aytib boramiz. Hozircha bugungi kunda amalda bo'lib turgan kreditlarimiz, berilib turgani güçlü bo'lgan kreditlar shular. Bundan tashqari har bir mahallada hokim yordamchisi bor. Bu hokim yordamchisi orqali jismoniy shaxs sifatida 33 million so'mgacha kredit olsa bo'ladi. Bu faqat hokim yordamchisi orqali ajratiladi. Bu men aytib o'tgan kreditlar hokim yordamchisining aloqasi yo'q. Bu agrobank uzanisi tomonidan ajratiladi. Kimda tushunmovchilik, kimda savol, taklif, muammo bo'lsa, aytsanizlar javob berib o'tiraman. Hozir men to'lanmaga keldim, naqd pul kerak bana. 60 milyon. Bizim devlet işçiler 5-6 milyon öyle kalan. Neçe gün oldu turan şu naqd pul? Naqd pulni hozir gün kerakmi yo shu yilni o'zida olasiz? 50-60 milyon yordum. Hech bo'lmaydi. Faqat bankomatdan olsangiz, endi bankomatning bir narsa, bir ko'ra olasiz, bankomat 40 tane narsa oladi, kupyura. 10 minglik qo'ysangiz, 40 tane sanaydi, 200 minglik qo'ysangiz, 40 tane sanaydi. Shundan ziyod sanaydi, bir sanaydi. 200 minglik olsa 8 milyon veradi, 5 minglik olsa 200 ming so'm veradi. Bankomatda shuni bölüp olsangiz oladi. Yo'q, bu yerda kutib turibman, masalan, siz u 50-60 milyon olaman deyingizlar, 4 milyondan shuncha vaqt yetib qoladi, deyingizlar, o'sha yerdan bo'lib qolish. Bank kassasına, mesela kassaya ötseniz bir anda kassamızda şöyle terminaldan geçip verirler. Uslubu bir bankomattan bir yerden şu 1% üstürtmeden geçip verir. Muamma yok. Nerede 30 milyon olacak mı? Yok. Meclis işlem Kredi alacak mısınız? Ama kredi. Yok. Şunda 25 faizden çıkar krediler. Yok. Kaç tutuktansın? Ben Kettabab. Kettabab. İyi zaman kadar. Şimdi bir yeri var, bize Kettabab mahalleye verilmez. Mesela tumanda 37 mahalle olsa 4 banka verilgen. Bize 10 mahalle verilgen. Çıkırçı hudut hem sentrinde verilgen. Güllanbağ hudut. Kettabab'a bize ajratıp verilmez. Bizde de tutmaydı. Aytib turibman-ku, Mahallalar mahallalar boş yakın şu an. Neyden aldın bize? Ben neyden aldın? Kettabab qaysi mahallada? Halk Bankı'da. Halk Bankı'na vardı. Halk Bankı'nın nersini aytayın, eshitgan kredit turimi bo'ladi. 50 milyon so'mgacha, 100 milyon so'mgacha 50'dan aşmaya 100 gerek deseniz zalog bilan. Ha, yine mi soğanım? Ben maşında orada koyup alıp bilmem bir yerden. Yok. Var mı? Yok. Neyse tutmaydı. Yani tezgah açıklama, dükkan açıklamaydı. Bu da tamam bulundu. Yuridik şahs açsanız, firma ürünüzü açsanız, alsanız bo'ladi. Lekin bu o'zingizni nomingizga biza beramiz sizlar. Beramiz, tumanni, respublikani falan yeridan kelgan beramiz. Fakat resmi daromadga olibchi odam ne yok, mesele yok. Mahalla, rayon ham yo'q. Lekin mahalla boyi bu imtiyozli kreditlardan olinadi bo'lsa, u mahallalar, banklar bo'lib berilgan. Halk Bankı'nın Halk Bankı'nın aslında şu bize de iki tertip bilen başlıklar değil. Lekin summası ulanki baland rakamlar. 50 milyon so'mgacha kepillik bilan beradi ular. Ama tepkisiz ilacı yok mu tepkisiz? Yo'q, kepilsiz iloji yo'q. Ular naqd sanab beradi. Biza plastik karşıya o'tkazib beramiz, ulardan naqd pulda. Endi plastikadan mı olaylardan? Ama İlacı yok lan. yo'q, bunun iloji yo'q. Bu bizning qo'limizdagi narsalar, bu tasdiqlangan, respublikadan tasdiqlanib kelgan ma'lumot. Valla yaxshi yaptın ketdi. Yana kimdan ish sog'lig'i? Masalan, menga katta rahmat, vaqtlaringizni olamiz.